Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Demak 10 kun oldin bizga Yigitali aka kelgandi. Assalomu alaykum Yigitali aka. Sizni kursimiz haqida fikrlaringiz? Kurslar yaxshi, xudoga shukr. Boshlaganimizda yetmayotgandik, hozir yaxshi. Hozirgi natijasi bilan ko'rishamiz. Assalomu alaykum Yigitali aka. Taassurotlaringiz qanaqa prova olganingizdan keyin? Masalan, taassurotlar yaxshi, xursand bo'ldim. Yaxshi kunlar o'tdi. Provani oldik. Xudoga shukr, yaxshi xursandmiz. Boshida kelib, mana eshitib keldik, yaxshi. Boshlagandan unchalik o'ylamasdim, 3 yil oldin bitirdim o'qishni. Imtihonni qanaqa o'targanmiz deb qo'rqib yurdik. Xudoga shukr, mana kelib tayyorlandik. 10 kunda tayyor bo'lib borib, topshirib provani olib keldik. Rahmat. Sizga qatda kim tavsiya beradi? Eshitib keldik. Kelib, qilib tayyorlanib, xudoga shukr yaxshi. Imtihonda tushgan savollardan birortasini eslay olasizmi? Balandlik emas-ku, kim yo'l berishi. Shunaqa savollar emas, turgan savollarimiz hammasi bir yerda tushar ekan. Keyin kelmoqchi bo'lganlarga nima degan bo'lardingiz? Keyingi keladiganlarga kelinglar, tavsiya qilamiz, yaxshi. Yaxshi o'rgatishdi, ularga domlarga ham rahmat.